Jonimda oyoq kiyimi bo'lmay qolibdi. Hozir yangi oyoq kiyimni almashtirib qo'yib, yashil kamerada uzoqdan tomosha qilamiz. Qandaydan reaksiyasini ko'ramiz. O'zi jumaga ketadigan vaqt bo'lib qoldi. Bek, Anida kim o'ynamayapti? Sizniki emasmi bu? Qimmat bo'lsa kerak bu qolmagani. Kim ko'rasida? Hazillashmasang o'qib kelgan shekillanganmi jonim? Lopaya, loyishdiyo sizga Zo'ru. Canım siz yollardan qo'llamasın. Alloh bo'lsin dadajon. Nishonlari, ullarimni. Siz yaxshi ko'rganingiz uchun. Bu kunlarda qancha kutdim. Hali bu qilay turganlar va kelgan dunyolar sizga so'q qilsam kendirijo. Nishonlar, ullarim. Hammaga maqtangan. Ota u biz uchun ham, onamiz uchun ham kerak bo'lsa, onamizni ko'ksidagi sutni ham paydo bo'lishiga otamiz sababchi. Onamiz o'sha otamizni nonini yeb, onamizni ko'ksida sut paydo bo'lgan. Aslida o'sha sutning ham egasi ota bo'ladi. Ota mana shunday hurmatga loyiq.